Qayerga ketyapsizlar? Kvartira topgan. Aka, uy-joy bo'lib beradigan ota-onamiz ham o'tib ketishdi. Uy уже torlik qilyapti bizga. Odatda o'zi uy kichkinalarga qoladi. Jim tursan. Unda eting. Nima deyapsiz? Jim tur. Bolalar urushganidan, talashganidan уже siqilishib qoldik. O'shanga iltimos, uyni bo'shatib qo'ying. Bugunoq. Nima deyapsiz? Adasi gapirsangiz-chi, otamiz o'tib ketganda o'zingiz uylantirib joyladingiz, oqibatlari shumi? Jim. Chiqib ketamiz. Sen baxtli yashasang bo'ldi. Yur. Qayerga ketyapsizlar? Kvartira topgan. Shu payt qayerdan kvartira topmoqchisizlar? Voy, ustimizdan kulyapsizmi, o'xsan? Keyin ham to'g'ri aytdilar aka. Ota o'rnida ota bo'ldingiz, uylab joyladingiz. Keliningiz bilan birga bizni sizlarga shinamgina xonadon sovg'a qilmoqchimiz. Adasi? Kalit! Voy! Aka, faqat bitta shart bilan. Jiyanlarimni olib, tez-tez kelib turasiz uyga. Albatta. Ko'cha to'la mashina-ku. Ha? Har kuni kelamiz. Yo'q, aka. O'zingizni shaxsiy mashinangizda kelasiz. Sendan yomonlik chiqmasini bilardim.